Assalomu alaykum hurmatli vatandoshlar va odatdagi yangiliklarimizni boshlaymiz. Boshlashdan oldin katta iltimos, meni ko'rayotgan bo'lsangiz, podpiskani bosinglar. Podpiska bizning kanalimizga rivojlanishiga juda ham yordam beradi. Iltimos, shuni bosib qo'yinglar. Musofirdagi yurtdoshlar diqqatiga. Registratsiya, трудовой договор, продление документа, рассрочка va INN hujjatlarini qilish kerak bo'lsa, unda aynan bizning 6 yillik tajribaga ega o'z vatandoshlari uchun eng halol va ishonchli xizmatlar endi aynan siz uchun. Yuqoridagi xizmatlar sizga kerak bo'lsa, hoziroq bizning quyidagi raqamlarimizga qo'ng'iroq qiling. Rossiyada o'zbekistonliklar andijonliklar keldi deya baqirib jamoat tartibini buzgani aks etgan video tarqaldi. Assalomu alaykum qadrli mehmon, videodan to'liq xabardor bo'lish uchun videoga like va podpiska tugmalarini bosib qo'ying. Rossiyada sodir bo'lgani aytilayotgan va ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan videoda bir guruh o'zbekistonliklar metropoliten eskalatorida andijonliklar keldi deya baqirib jamoat tartibini buzgani aks etgan video tarqaldi. Reydlar, qo'pol muomala va diskriminatsiya avj olgan bir paytda migrantlarning bunday harakati vaziyatni battar yomonlashishiga ta'sir ko'rsatmay qolmaydi. Bunday ommaviy tartibbuzarliklar Rossiyadagi tabloidlar, millatchi blogerlar uchun tayyor go'sht bo'lishi ehtimoli katta. Eslatma, jamoat joylarida, ayniqsa xorijda o'zingizni munosib tuting, baqirmang, tartibni buzmang. Chetda sizni bir shaxs bilan emas, butun mamlakat millat nomi bilan timsol qilishlarini unutmang. 20-iyun kuni Migratsiya agentligining Rossiya Federatsiyasi vakolatxonasining vakilligi tomonidan Yonko qurilish xoldingi rahbariyati bilan uchrashuv tashkil etildi. Tomonlar o'rtasida O'zbekiston Respublikasi fuqarolarini vaqtincha mehnat faoliyatiga jalb etish, mavjud bo'sh ish o'rinlarini hamda hamkorlik istiqbollari yuzasidan muzokaralar olib borildi. Ayni paytda mazkur xoldingda qurilish sohasi bo'yicha 1020 ta bo'sh ish o'rni mavjudligi ma'lum qilindi. Uchrashuv doirasida mehnat muhiti va yashash sharoitlari o'rganilib, korxonada faoliyat olib borilayotgan fuqarolar bilan suhbatlar o'tkazildi. Aeroflot aviakompaniyasi 31-iyuldan Moskva va Samarqand o'rtasidagi parvozlarni tiklaydi. Parvozlar haftasiga 3 marta amalga oshiriladi. Oktyabr oyining boshiga kelib parvozlar soni haftasiga 7 martaga yetadi. Bilet narxi hozirgi kunda 16.800 rubldan boshlanadi. Rossiyada migratsiya sohasida o'zgarishlar haqida. Rossiya Federatsiyasi Ichki ishlar vazirligi migratsiya masalasi bo'yicha bosh boshqarmasi boshlig'i Valentina Kazakova ularga to'xtalib o'tdi. Noqonuniy yurganlar reyestri ishga tushirildi. Unga hozir 8000 xorijlik kiritilgan. Politsiya xodimlari xorijliklarni chiqarib yuborish to'g'risidagi qaror qabul qilish vakolatiga ega bo'ldi. Noqonuniy migratsiyani tashkil etganlik uchun jazo kuchaytirildi. 2025-yil 10-sentyabrgacha noqonuniy migrantlar hujjatlarini to'g'lab olishlari mumkin. 2025-yil 1-sentyabrda Moskva hududida qog'oz registratsiya kerak bo'lmaydi. Migrantlar ilova orqali registratsiya qiladi va amalda yashab turgan joyi haqida geolokatsiya yordamida ma'lumot beradi. Bu yerda etnik ruslar yashaydi. Vologda gubernatori migrantlarni haydab chiqarmoqchi. Yaqinda Vologda viloyati gubernatori Georgiy Filimonov barcha muhojirlarni mintaqadan haydab chiqarish g'oyasini ilgari surdi. U o'z istagini quyidagicha izohladi. Vologda eng etnik rus mintaqasi va uning ruscha ko'rinishini saqlab qolish kerak. Uning fikricha, Vologdada qimmatli xorijlik mutaxassislar emas, ruslarning farzandlari yashashi kerak. Siyosatchining milliy kartani qanchalik oson o'ynashi hayratlanarli. Tasavvur qiling, bu yerga o'qish, yashash va ishlash uchun kelgan minglab odamlar birdaniga keraksiz bo'lib qoladi. Bunday bayonot nafaqat shov-shuvli, balki xavfli ko'rinadi. Axir yirik loyihalar, asosiy tarmoqlar va hatto do'konlar ko'pincha migrantlar mehnatiga bog'liq. Muhojirlar Vologdada mahalliy hamjamiyatning bir qismiga aylangan. Xulosa oddiy, migratsiyani milliy tozaligi haqidagi gaplar bilan emas, balki haqiqiy harakatlar, uylar qurish, ish joylari yaratish, odamlarni hurmat qilish orqali muhokama qilish zarur. Bu yerdagi odamlar begona emas. Ular yashash va ishlash uchun kelgan jamiyatning bir qismidir. Maosh $1000. O'zbekistonliklar Rossiyaga ishga taklif qilinmoqda. Bu haqda Fuqarolik jamiyati institutini qo'llab-quvvatlash jamoat fondi matbuot kotibi xabar berdi. Ma'lum qilinishicha, fuqarolar Rossiyadagi yirik savdo tarmog'iga qadoqlovchi yig'uvchi vazifasiga ishga taklif etiladi. Nomzodlar uchun talablar: rus tilida erkin muloqot, 20-40 yosh oralig'i, jismoniy yuklamalarga tayyorgarlik.